To'xtasang hammasi tugaydi mavzusida gaplashamiz. Har kun dars qilaverib charchadingmi? Ko'zlaring achishyaptimi? Boshing og'riyaptimi? Hatto kasal bo'lyapsanmi? Bu yaxshi belgi. Chunki bu seni yengillikni emas, natijani tanlaganingni bildiradi. Hamma orzu qilsa ham, hammayam chidab bera olmaydi. Lekin sen chidab ham davom etsang, ertaga butun hayoting o'zgaradi. Chunki bugungi charchoq ertangi g'alaba uchun to'lanayotgan haq. O'zingga esla, men kuchliman, men orzuyim uchun kurashyapman. Va esla, dunyo eng sabrli odamlarniki. Qiynalayotganingda o'zingga shuni eslat. Men kuchliman, men orzularim uchun harakat qilyapman. Har safar charchaganingda o'yla, men hozir orzularim sari bir qadam yuryapman. To'xtasang hammasi tugaydi. Davom etsang hammasi boshlanadi. Hozir qiynalayotganing kelajakdagi baxting uchun. Bir kuni shukrki, sabr qilganman deysan. Shunchaki davom et.